Assalomu alaykum. Apteka dorixona sahifasi aziz kuzatuvchilari. Umidvormanki sihat salomatsizlar. Bugungi suhbatimiz ayniqsa bahor va kuz faslida insonlar organizmida ko'p kuzatiladigan vitaminlar yetishmovchiligi haqida. Ko'plab vitaminlarga boy bo'lgan preparatimiz Immugen deb nomlanadi. Immugenning tarkibida ko'plab vitaminlar bilan birgalikda jenshen moddasi ham mavjud. Immugen tarkibida jenshen bilan birgalikda vitamin A, polimetat, vitamin D3, vitamin E tokoferol asetat, tiamin mononitrat, riboflavin, vitamin B6, piridoksin gidroxlorid, vitamin B12, siyanokobalamin, vitamin S askorbinovая kislota, foliyaviy kislota, nikotinamid va boshqa bir qancha vitamin. Immugen kapsula shaklida bo'lib, bir korobkada 30 kapsuladan iboratdir. Immugen inson organizmida umumiy immun sistemasini mustahkamlovchi ta'siriga ega va asabiylashish va depressiyani yengillashtirish, uyquchilik va holsizlikni yo'q qiladi. Jismoniy chidamlilikni oshiradi, ya'ni baquvvat qiladi. Jinsiy bezlar faolligini rag'batlantiradi. Qon tomir tonusi, qondagi xolesterin va triglitseridlar darajasini tartibga soladi. Immugen har kun bir kapsuladan ichish tavsiya etiladi. To'xtovsiz bir oy davomida ichish maqsadga muvofiq bo'ladi. Yosh bolalar va homilador ayollar va emizadigan ayollarga ichish tavsiya etilmaydi. Shu bilan Immugen haqida beradigan ma'lumotimiz oxiriga yetdi. Diqqatingiz uchun rahmat. Yana biron bir dori to'g'risida savollar bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz.